Assalomu alaykum hammaga. Bu video bank manipulation'dagi strong food candle haqida bo'ladi. Shunga bag'ishlanadi. Nafaqat sizga buni strong foodni tushuntirib beraman, balki asl mohiyati, ichki tuzilmasini ham tushuntirib beraman. Xo'p, qarasak, bizda strong food bayga asl ko'rinishini ko'rsatib beraman, keyin holatini tushuntirib beraman. Xo'p, bizda mana bu bayga strong food candle. Ya'ni nimaga aynan bayga? Bu yashil sham, o'zidan oldingi shammi? Mana qarang, o'zidan oldingi shammi soya bilan oldi. Pastki qismini, tepa qismini bizda tana bilan oldi. Xuddi shu tarzda bo'lsa, bu bayga strong food candle. Okay? Ya'ni bunda mana bu o'zidan oldingi mana bu qizil sham, yashil bo'lishi ham mumkin. Bunda ham rangining uncha ahamiyati yo'q. Tushunarli? Biz endi silga ko'rsataman bitta. Undan keyin boshqacharoq ma'lumot beraman. Xo'p, mana bizda silga strong food candle. Ya'ni strong food candle degani bu kuchli juda ham. Strong food. Ya'ni bitta qilib aytsak, S4 bo'ladi bu. Xo'p, bu ekan. Ana bu silga boradigan bo'lsa qarang. O'zidan oldingi shammi? Odatda ko'p holatda bu qarama-qarshi sham bo'ladi, lekin bir xil sham ham bo'ladi. O'zidan oldingi shamni soya bilan oldi, tepa qismini va pastki qismini bizda tana bilan oldi. Okay? Bizda zona olganda mana bu tarzda olamiz. Ya'ni point of interest sifatida yoki barobar HK sifatida shunaqa tarzda olinadi. Va men sizlarga ochib bermoqchi bo'lgan narsa, bundan oldingi full strong food degan darsni ham ko'rsanglar, asli ichida nima hosil bo'lishi qiziq tushuntirib berilgan. Xo'p, buning uchun sizga yaxshiroq tushuntirishim uchun xo'p, buni o'chirib turaman-da. Shu yerdan birorta strong food topamiz hozir. Mana strong food. Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bu aytgandek rangi bir xil bo'lishi ham mumkin dedim. Mana o'zidan oldingi eng qismi tarafi soya bilan oldi, pastki tarafini tana bilan yopib yubordi. Xuddi shu ham strong food candle. Okay? Hop, bizda zonaga qanaqa qilinadi? Mana bu tarzda olinadi. Tushunarli? Siz ahamiyat bering aynan shu candlega. Ya'ni aynan shu candlega. Okay? Mana bu tarzda tushuntiray. Hop. Buni rangini boshqacha qilaman. Yana tushunarliroq bo'lishi uchun bizda mana qizilni o'zini belgilab boshqa rang qilib qo'yaman. Okay? Mana bizda zona sifatida topib qo'ydik boshqacha rang. Biz to'liq shu shamni o'zini oldik. Bu boshqacha rang. Bu H1 da. Ya'ni sizda H1 da strong food tasavvur qiling, kichkina time frame da qanaqa. M1 da, misol uchun. M3 da ham bo'lardi. Xo'p. Mana. Nima bo'lar ekan? Qarang. Hop, hozir bir daqiqa. Davom etamiz. Sizga soddoroq bo'lish uchun liniya tashlab qo'ya qoldim. O'zi nima bo'layotganini tushunishingiz uchun. Mana. Va oltiga tashlasak, mana. Okay. Bunda ham biz 500 ga tashlab olamiz. Ya'ni osonroq bo'lish uchun-da. Ya'ni siz bu yerda nima ko'ryapsiz? Shu muhim menga. Negizini tushuntirib bermoqchiman. Asli strong foodni mana qarang, H1 da mana bu shaklda ekan. H1 da strong food ikkita bor yo'q ikkita ham. M1 da mana bu shaklda. Bu nima degani? Men sizga tushuntirib berganman bundan oldin videoda va bu osonroq bo'ladi. Qarang. Chiqyapti-da. Mana bu tarzda. Mana bu tarzda qo'yibdi. Mana bunaqa qo'yibdi. Mana. Hop. Bunday qilamiz. Ya'ni bu nima degani? Qarang. Mana birinchi o'zidan olingan likvidlarni polni tozaladida.
Mana. Keyin bizda nazorat qildi. Okay? Bu degan ehtimol yuqori shu joylardan tushib ketishiga juda ham ehtimol yuqori. Shu narsa strong foodda bor. Ya'ni bitta sham ko'rinishida biz kichkina time frame'da nima bo'layotganini his qila olamiz. Tushundingiz-da? Ya'ni xo'sh qanaqa? Aynan shamni ko'rganingizda shuni ko'rib keting. Ya'ni xayolan ko'rib ketishingiz kerak. Ya'ni ehtimol yuqori. Ko'rib turganingizdek bu yoqdan mana reaksiya tashlagan. Ya'ni hamma strong food deyarli hammasida shu shaklda shakllanadi. Ya'ni mana bu tarzda bu yoqda mana likvidlarni yig'adi-da, aldaganda, keyin nazorat qiladi misolga. Mana. Keyin bu yoqda o'sha vik qismiga to'g'ri keladi. Juda ham eng savdo qilishga qulay joydan, eng arzon joydan yoki xullas eng zo'r joydan entry beradi. O'sha vikka to'g'ri keladi bu yoqdan. Mana xuddi shu tarzda misolga qiziqsak bo'ladi. Aynan buni buy ko'rinishi ham xuddi shunaqa. Ya'ni xuddi shuni teskarisida qaravering. Ya'ni nima ekan? Bizda mana bu holatda bo'ladi-da. Mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni biz sel tozaladida, sellarni likvidini polni oldida, ya'ni o'zi nazorat qildi buyga. Bo'ldi shu tarafda M1da xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Katta time frame'da shu vikka to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni vik ko'rinib qoladi. Bu yoqdan keladi. Nimadir bersa, entry qilsangiz bo'ladi. Bemalol ehtimoli juda yuqori. Shuni ko'ring. Ya'ni strong foodni bor yana misol uchun men sizga hozir yana ham tushuntirib berishim kerak edi buni. Xo'p. Qarang. Mana bu joyda ham strong food bo'lganda, mana bu joyda ham mana biz hozir M1 time frame'da o'tiramiz. Shu sekundli time frame'da, ya'ni 1 sekundli time frame'da nima bo'lgan? Mana bunaqa bo'lganda, mana bunaqa bo'lgan. Mana likvidlar oldi, mana bu joyda likvidlar oldi. Va keyin mana otilib chiqdi. Va bo'ldi, bu yoqdan tushar ekan, ketadi katta ehtimol bilan. Juda xunuk chizordim, bildim. Shu bilan ketadi. Ya'ni mana bunaqa bo'ldi-da. Likvidlarni tozaladi mana bu yoqdan. Bizga bayga nazorat qildi. Tushadimi, tushmaydimi? U endi ko'p holatda tushadi, ko'p holatda tushmaydi. Shu bilan ketadi. Endi tushundingiz-a? Ya'ni M1da bo'lsa sekundlik shunaqa holat bo'lganini his qiling, ko'ra oling. Qolgan time frame'da bo'lganda ham xuddi shunaqa. Va keyin bora-bora o'z kichkina time frame'dagi ko'zingiz o'rganib ketadi. Xo'p, rahmat. O'rganing. Yaxshi narsa, to'g'ri tushuna olsangiz, to'g'ri foydalana olsangiz, juda ham yaxshi narsa berilgan.